15 million 300 ming so'mga qayerlar tungi fon qilib berildi. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Navbatdagi tungi fon xizmatimizni Namangan viloyati Hajimtog'da Norin tumanida xudo xohlasa qilib berganmiz. Xonadonimizga choksiz tarnovlar hamda mana bunaqa go'zal holatdagi tungi fonlarni qilganmiz. Kimga mana shunaqa go'zal tungi fon xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, eslatib o'tamiz, qadrdonlar, xonadonimizga oq rangi, mokri rangdan foydalandik hamda yana bir narsani eslatib o'tishimiz kerak. Ishlatilgan materialning kvadratiga pul olamiz, joyning kvadratiga emas. Buni aytishimizning sababi tunikaning bukilishi, qayrilishi, ustimiz qatilishning hisobiga ko'proq tunika ketadi. Sizlar ketgan tunikaning kvadratiga pul berasizlar. Shuni inobatga olib biz bilan bog'lansanglar, kelishib olishimiz osonroq bo'ladi. Xo'p, bu videoda uyga tunika fon qilmoqchi bo'lgan tanishlarga albatta jo'natib qo'yasizlar, qadrdonlar. Agar ishlarimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, like tugmasiga bosib, kommentariyaga o'zingizlarning fikrlaringizni qoldirib ketinglar. Agar obuna bo'lmagan bo'lsanglar ham obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat qadrdonlar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.